2025-yil 25-oktyabr kuni Moskvaning yangi hududi Prokshino massivida migrantlar o'rtasida ommaviy mushtlashuv sodir bo'ldi. Ushbu video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, ko'plab rus ommaviy axborot vositalarida katta e'tirozlarga sabab bo'ldi. Videolarda ko'rish mumkinki, o'nlab erkaklar tayoq, belkurak, hatto yo'l belgilarini ishlatgan holda bir-biriga qarab hujum qilgan. Ayrim manbalarga ko'ra, janjalda 40 nafarga yaqin kishi ishtirok etgan. Politsiya voqea joyiga yetib kelganidan so'ng tartibni buzganlarning bir qismi qo'lga olingan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 30 ga yaqin migrant ushlangan. Ayrimlari turli darajada jarohat olganligi sababli shifoxonaga yotqizilgan. Moskva tergov qo'mitasi bu ish bo'yicha ommaviy bezorilik, ya'ni xuliganizm moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atgan. Rossiya huquq-tartibot idoralari bunday voqealardan so'ng odatda keng ko'lamli reydlar o'tkazadi. Migrantlar yashaydigan hostellar, ish joylari va ijarada turgan xonadonlarda hujjat tekshiruvlari kuchayadi. Ekspertlar fikricha, yaqin kunlarda Moskva va Moskva atrofidagi hududlarda yana ommaviy reydlar boshlanishi mumkin. Bu esa hujjatlari to'liq bo'lmagan yoki ro'yxatdan o'tmagan migrantlar uchun deportatsiya xavfini oshiradi. Rossiya deputatlari va siyosatchilar allaqachon muhojirlar uchun yangi taqiqlar kiritish, ayrim kasb va sohalarda migrantlarni ishlatishni taqiqlash kerakligini taklif qilmoqda. Ularning fikricha, bunday janjallar migratsiya tizimidagi tartibsizlikning natijasi. Shu bois yangi qoidalar, qat'iy jazolar va tezkor deportatsiyalar zarur degan talablarni qo'yishmoqda. Endilikda migrantlarga nisbatan nafrat kuchayishi, har xil rus fuqarolari va ruskiya община kabi guruhlar tomonidan kamsitish holatlari ham yana ham ko'payadi. Shu orada migrantlarning asosiy qismi halol va hujjatlarida muammosi yo'q bo'lib ishlayotgan mehnatkashlarni tashkil qiladi. Ammo ayrim shunday insonlarning qilgan ishlari tufayli butun jamiyatga nisbatan salbiy munosabat paydo bo'ladi. Nega migrantlarni yomon ko'rib qolishayotgani, yangi cheklovlarni o'rnatilayotgani ham mana shunaqa janjallar ortidan kelib chiqadi. Shu sababli Rossiyada yashayotgan yoki ishlayotgan har bir migrantlar hujjatlarini to'liq tartibda saqlashi, qonunlarni buzmasligi va bunday mojarolardan uzoqda yurishi zarur. Agar siz ushbu mavzudagi yangilik va rasmiy bayonotlarni kuzatmoqchi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling va holat bo'yicha o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Ijtimoiy tarmoqlarda yana bir video katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Мой флаг моей родины. Мой флаг моей родины. Советский Союз жив до сих пор, вы знаете? Bir ayol sobiq SSSR bayrog'ini tiz cho'kkan holda o'pib, faxr bilan gapirgan holati internetda tez tarqaldi. Bir narsani aytmoqchimanki, Birlashgan Millatlar Tashkilotida SSSR davlati haligacha bor, suveren davlat hisobida tan olinadi, lekin SSSRning ichkarisida bo'layotgan gaplarga xuddi isr grajdanlarni o'zlari qilyapti. Biz unga aralashmaymiz. Shuning uchun ham dunyo miqyosida tashqarida bizni eslatib qabul qilishadi. Ayolning so'zlaridan ko'rinib turibdiki, u O'zbekistonni hali ham SSR tarkibidagi respublika sifatida biladi. Tashqaridan o'rnatilgan O'zbekiston Respublikasi tashqaridan o'rnatilgan shirkatga yollanma ishchi bo'lib, unga qul bo'lib, unga sodiq bo'lib ishlayotganlar davlat konstitutsiyasining 133-moddasi asosida vatan xoinlari hisoblanadi. Bu juda katta jinoyat hisoblanadi. Ikkalasi ham, xalq dushmani ham, vatan xoini ham juda katta, eng og'ir jinoyat sodir qilinganlik hisoblanadi. Ba'zilar bu ayolni o'tmishni sog'ingan deb himoya qildi, lekin ko'pchilik uning bu harakatini mustaqillikka nisbatan hurmatsizlik deb baholadi. Darhaqiqat O'zbekiston 1991-yilda o'zini mustaqil davlat deb e'lon qilgan. Bu faqat siyosiy o'zgarish emas edi. Bu xalqning o'zligini anglash, o'z yo'lini tanlash jarayoni edi. O'zbekiston bugun o'z bayrog'iga, gerbiga, madhiyasi va konstitutsiyasiga, shuningdek o'z tili va qadriyatlariga ega to'laqonli suveren davlat. Shunga qaramay, ayrim fuqarolarning hali ham o'tmishga bog'lanib qolayotgani, o'sha davrni oltin zamon deb atayotgani bu jiddiy masala. Mutaxassislar bu holatni tarixiy xotira va milliy o'zlikni anglash darajasidagi muammo sifatida baholamoqda. Albatta, har bir inson o'tmishni eslashi mumkin, lekin o'tmishga sig'inish, mustaqillikka bepisand qarash bu xavfli yo'nalish hisoblanadi. Chunki mustaqillik bu faqat siyosiy erkinlik emas, bu xalqning sha'ni, g'ururi va or-nomusi hisoblanadi. Ushbu holat qachon va qayerda olingani hozircha noma'lum, lekin bu ayolning gaplaridan
videolardan ko'rinib turibdiki, O'zbekistonning qaysidir hududida bo'lgan bo'lishi mumkin. Biz mustaqilmiz, biz erkinmiz, biz o'z yo'limizni tanlaganmiz. Hech kim va hech qanday bayroq bizning davlat ramzlarimizni, milliy g'ururimizni va qadriyatlarimizni almashtira olmaydi. Albatta, siz ushbu holatlar bo'yicha qanday fikrdasiz? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Uzmon TV kanaliga obuna bo'ling, videorolik ostiga like bosing va o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan Davronbek Tursunboyev bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.